Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, aziz uzum shinamandalari, yovvoyi o't haqida ikki og'iz fikrim. Demak, hozirgi kunda ko'p bog'larda, dalalarda, uzumzorlarda yovvoyi o'tlar salkam yarim metr, balki undan ham balandroqqa o'sgan joylari bordir. Ularda endi hamma hozir boshi og'rigan. Qanaqa dori qo'llaylikki, buni tak tomiri bilan yo'qotaylik, yerimizni top-toza, silliq, faqatgina yer holatida qoldirish masalasi. Mani bu demak muammoga ozgina qarashim boshqacha. Ya'niki yozimizni mana hozir o'zi may oyi, yozda issig'i bo'lyapti. Mana shu hafta demak 40 gradusgacha issiq, 40 gradusgacha issiq bo'lgandan keyin quyoshni tig'i yerni kuydirib yuboradi. Yerni masalan o'simliklarda bog'roqlarimizni sug'arsak, bir pasda uni yerdan tepa qismidagi yo'q deganda 5-10 santimetrdagi namlikni parlatib havoga ko'tarib yuboradi. Buni oqibatida yerimizda mikroflora, ya'ni har xil hasharotlar rivojlanishi o'z-o'zidan to'xtaydi. Bu bir o'lik yerga o'xshagan yer bo'lib qoladi. Shu sababdan men endi hozircha isbotini qila olmayman, lekin o'zimni kichkinagina bir hovlimda uzumlarimni tagini shunday bir yo'l tutyapmanki, yovvoyi o'tlarni marhamat hozir ko'ring. Mana bunday qilib, mana yovvoyi o'tlar. Endi momoqoya himoda qoldiryapman, lekin qolganlarini yovvoyi o'tdi. Tagi bilan, tomiri bilan bas, imkon qadar tagi bilan. Endi ayrimlari tomiri bilan ham yulinib chiqyapti. Mana shu tupni arig'imizga ustiga tashab qo'yapman. Tupni atrofiga arig'imizga. Quyosh xavotir olmanglar, yerda isitayapti. Yer isitganda dalolati mana nima deydi? Anorlar qiyg'oz gullayapti. Bu o'sha yerda isiganidan dalolat. Demak, qatorni arasidagi uncha-muncha o'tlarni qoldiryapman, tiymayapman imkon qadar. Bular albatta mana shu kichkinagina assalomu alaykum o'timiz bo'lsa ham, buni piyozi bir 15-20 santimetr yerda tagida. Ya'niki Allohim shunday yaratdiki, bu yerda tagida o'zini himoya qilish uchun. Mana u semiz o'tlarimizni yulaman albatta imkon qadar, yana ariqqa tashlayman. Mana bu holatda mana ariqning ustini, sug'ariladigan ariqning ustini, demak, tuplarim atrofini mana shu yovvoyi o'tlarni yulganim bilan himoya qilib chiqyapman. Bu quyoshdan saqlaydi, qizib ketishidan, tomirlarda ham yerni qurishidan saqlaydi, o'z-o'zidan nam yerda mikroflora rivojlanib, bu yerda hasharotlar, chuvalchinglar o'z hayotini davom ettiradi va albatta o'zidan qoladigan qoldiqlar o'simliklarimiz uchun, bizni parvarish qilib turgan o'simliklarimizni tomir tizimiga tezda singiydigan bir biohumus hosil bo'ladi inshaalloh. Mana 2-3 hafta, 2-3 kunlik, balki undan ham ko'proq bo'ldimi, quridi o'tlar ish qilib. Mana korobkamizni tagida, ya'ni qog'oz tuxum idishni tagida go'ng. Bu go'ng ancha 1-2 marta, 3 marta sug'arilgan. Hozir aniq tagida nami bilan turibdi. Mana shu yerda bir chiroyli, demak, mikroflora, chuvalching, hasharotlar o'z hayotini kechirishga imkoniyat yaratildi. Dori sepganim yo'q. Mana shu o'tlarda ham o'zi asli yulmasdim. Mana o'sib yotgan yarim metr undan balandroq bo'lgan o'tlarda ham yulmasdim. Demak, dorilash taqozo bo'lib qoldi, sababi oqpashsha, sikatka paydo bo'lib qoldi. Faqat shuning uchun hozir bularni tagi bilan olib tashab turib, tagini ochib, havo yuradigan qilib, uzumlarimni bir dorilab olishim kerak. Faqat shu maqsadda. Xulosa o'rnida qishda ham mana shu g'azonlarini, demak, mana uzumlarimni xomtok, sho'ra xomtok, o'zidan tushadigan barglarni oxlatga yig'ib tashlamasdan o'zini tagida qoldiryapman. Ular o'z-o'zidan haligi gap, mana shu yovvoyi o'tlar bajargan ishni bajaradi. Birinchidan o'sha quyoshdan himoya qiladi, yerni kuyishini oldini oladi. Ikkinchidan o'zi g'azon bo'lgandan keyin o'z-o'zidan ustiga bir ichida yurganingizda, boshqa qilganingizda ezasiz. Ezganingizdan keyin u maydalanib yerga tayyor
o'g'it sifatida kirib ketadi. Yerni ya'niki strukturasini yaxshi, ijobiy tarafga o'zgartiradi. Kimyoviy zahar dorilardan ko'ra nazarimda mana shu biya usul eng ma'qul usul deb o'zim uchun topdim, shuni hozir qo'llayapman. Endi haqiqiy natijasi albatta yer rosa obdon yaxshi bo'lganda bir 3-4 yildan keyin bilinsa kerak.